La ilaha illalloh kalimasi ming afsuslar bo'lsinki, bizni hozirgi musulmonlar tushunmaydi. Hatto shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davridagi mushriklar tushungan tushunchani hozirgi musulmonlar tushunmaydi. Ular tushunishganliklaridan tamomiy Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarshi bo'lishganlar. Ya'ni la ilaha illalloh kalimasi yagona ulug'iyat tavhidiga chaqiruv ekanligini mushriklar bilishgan. Bu bilan Allohni bor deyishlik bilan la ilaha illalloh kalimasini qabul qilish deb tushunishmagan. La ilaha illalloh kalimasini qabul qilish deb tushunishmaganlar. Agar Alloh koinotni yerni yaratuvchi deb tan olsak shu kifoya qiladi la ilaha illalloh deganimiz deb tushunishmaganlar. Ibodatning hamma turini Allohning o'ziga qilsak, shundagina la ilaha illalloh kalimasini qabul qilish deb bilganlar. Ular o'zlarining qo'ylarini yoki tuya mollarini so'yishlarini bir butni nomiga Allohning ismini aytib so'yishardi. Lekin butga atashardi. Mana shu atashlikni la ilaha illalloh bekor qiladi degan narsani mushriklar tushunishib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarshi bo'lishdilar. Demak, kim la ilaha illalloh kalimasini o'zida e'lon qilgan bo'lsa, Allohdan boshqa hamma narsaga ibodat qilishligini, ibodatning hamma turi bilan ibodat qilishlikdan bezor ekanligini e'lon qilgandir. Ya'ni la ilaha illalloh degan kalima men Allohdan boshqaga ibodat qilmayman, ibodatning hamma turi bilan. Ya'ni Allohdan boshqaga duo qilmayman. Allohdan boshqadan bir narsa so'ramayman. Allohdan boshqadan yordam so'ramayman. Allohdan boshqadan biror bir narsani atab so'yib bir narsa talab qilmayman. Allohdan boshqaga nazr qilmayman. Allohdan boshqaga tavakkul qilmayman degan va hokazo ibodatlarning hamma turini faqat Allohdagina qilaman degan narsaning e'lonidir. Makka mushriklari va bashariyat tarixidagi hamma mushriklar payg'ambarlarning yo'liga mana shu ibodatning faqat Allohgagina cheklash deb tushunganligida qarshi bo'lishdi.